Dunyoda eng qimmat mashinadan ham qimmatroq otlar borligini bilarmidinglar? Eng qimmat avtomobil Rolls-Royce avtomobili 32 million dollar turadi. Ko'pchilik biladi. Lekin shunaqa otlar borki, bittasini puliga ikkita Rolls-Royce beradi. Bu Thoroughbred otlari 70 million dollargacha sotiladi, undan qimmatlari ham sotilgan. Buni nimaga aytyapman? Yaqinda menga Arashan qo'y boqishimni bilib ko'pchilik tanishlarim yuborishdiki, bitta okani gaplarini. Men ko'p qo'y boqaman, anchadan beri qo'y boqaman, lekin Arashan boqmayman. Sababi Arashan qo'ylarining narxlari sun'iy oshirilyapti, ketyapti dedilar. Bu gapga men o'zimni shaxsiy fikrimni bildirib qo'ymoqchi edim. Bu hech qanaqa moliyaviy piramida degan narsa yo'q. Meni shaxsiy fikrim, chunki nechta joyda savdo bo'lganini ko'rgan bo'lsam, xaridor o'zi narx beryapti. Nima uchun buni narxi oshyapti? Bu o'zi kam, talab ko'p, taklif kam. O'zi kam, hamma olish xohlaydi, hamma boqish xohlaydi, lekin o'zi yo'q, tegi yo'q, kam. Shuning uchun ham narxi baland. Sotuvchi xohlamayapti. Boqayotgan odam xohlamayapti sotishni. Oluvchi xohlaydi. Menga ber falon summa beraman deb, yo'q deydi. O'z-o'zidan narxi oshib ketadi. Sotmagandan keyin narxi oshadi. Endi balki ko'payib ketgandan keyin narxi tushib qolar, lekin hali unga qiyin menimcha, chunki narxi arzonlashganda Qirg'izistonda arzonlashgan bo'lardi. Sababi Arashan qo'ylari birinchi bo'lib o'tda ko'paygan. Qirg'izistonda 7 million aholi bor. Bizda 38 million jonivorlarni yaxshi ko'radigan, qo'ylarni ayniqsa yaxshi ko'radigan xalqimiz bor. Bizda arzonlashishi juda ham qiyin. O'zi boshqa hayvonlar, masalan, kuchuk, mushuk 5 ming, 10 ming dollarga sotilayotganini ko'ryapmiz. Yoki kabutar, yoki shunga o'xshagan qushlar. Shular qimmatlashsa, hech kim g'ash kelmaydi, hech kim indamaydi. Qimmat bo'lib ketdi, go'shi buncha go'sh qilmaydi-ku deyishmaydi hech kim. Lekin nimagadir go'shi, qo'yi narxi qimmatlashsa, ko'pchilik gapiradi, g'ash keladi. Qaysiki bu jannatdan chiqqan bo'lsa, qaysiki bu butun bashariyatga yuborilgan payg'ambarlarning hammasi umr davomida boqib o'tgan jonivor bo'lsa, aslida eng qimmat bo'lishga haqli jonivor bo'lmasmidi? 10 ming, 20 ming dollar emas, million dollar bo'lsa ham arziydigan hayvon emasmi o'zi? Shaxsiy